Men O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim fan va innovatsiya vazirining 2025-yil sentyabr oyidagi 371-sonda buyrugiga asosan o'rta maxsus professional ta'lim a'lochisi ko'krak nishoni bilan taqdirlandim. Bu ko'krak nishon meni bir necha yillik faoliyatim, ya'ni pedagogik faoliyatim natijasini bahosi sifatida berildi. Bu berilgan ko'krak nishon menda pedagogik faoliyatimni yanada yuqori cho'qqilarga chiqarish, kelajak avlodni kasb mahoratini, undagi bo'ladigan faoliyatini, o'z mutaxassisligini barkamol avlod tarbiyalashda muhim omil o'ynaydi va menda bir qancha majburiyatlarni yukladi. Bugungi kunda barkamol avlod yoshlarimiz ta'lim tizimidagi bir qancha o'zgarishlar, ya'ni yurtboshimiz tomonidan beriladigan ta'lim tizimidagi islohotlar o'z faoliyatini, o'z natijasini berib kelmoqda. Jumladan dual ta'limni oladigan bo'lsak, dual ta'limda yoshlarimiz o'zini mutaxassisligi bo'yicha oladigan nazariy bilimlarni amalda qo'llab, kelajakda o'z faoliyatini mukammal kadr bo'lib yetishiga muhim rol o'ynaydi. Bugungi kunduzga yoshlarimiz o'z faoliyatini qiziqishini belgilangan kasb egasi sifatida O'zbekiston Respublikasini dunyo bo'yicha yuqori cho'qqilarga ko'tarish ularning eng asosiy maqsad omili bo'lib hisoblanmoqda.